auditoriyamdan judayam ko'p kelayotgan savollardan bittasiga javob berib o'tmoqchiman. Ya'ni yuzim qurib ketyapti, qorayib ketyapti, tirishib ketyapti, ko'zimni teglari qorayib ketyapti, yo'q ajinlar paydo bo'lyapti degan qizlarim uchun nima qilay, nimadan bunaqa holat yuzaga keladi degan qizlarim uchun bunga faktorlar judayam ko'p qizlar. Hozir birma-bir shuni aytib o'taman. Xo'p, birinchisi bu ekologiyamizning changli, quruq havoning ta'siri. Ayniqsa hozirgi paytda bu terini qarishga olib keladi. Ikkinchisi SPF kasiz yurish, ya'ni himoya qatlamsiz yurish. Bunda teri kuyib qoladi. Uchinchisi bu kam harakatli. Ko'plarda bu kuzatiladi, erinishadi. Kam harakatli sosudlarimizdagi kislorodni голодание olib keladi. Xo'p, to'rtinchisi noto'g'ri ovqatlanish, kerakli mikroelementlar organizmga to'liq kirmasligi. Beshinchisi bu ichish, chakish, bunda sosudlarimizning faoliyati buziladi va shunaqa holatlarga olib keladi. Va shu sabab 10 dan 3 gacha uxlayotgan bo'lishimiz kerak. 10 dan 3 gacha uxlagan jarayonimizda immuniy sistemamiz, gormonal fonimiz, bu qon aylanishlarimiz hammasi o'zini o'zi tiklaydigan jarayon. Shuning uchun shu soatda biz uxlaganimiz ma'qul, kerak, shart deydi-yu. Shu va har doim xatabi kelolmasanglar ham uy uxudinglar mukammal qilib yuringlar. Nimaga? To'g'ri sovun, to'g'ri tonizatsiya qilish, orqasidan yuradigan kremlarimiz, to'g'ri SPF ga ishlaydigan SPF galarimiz bu bizani ko'chaga chiqqanimizdek shu hamma faktorlardan u ko'rpa sifat qilib o'rab oladi. Bizani himoya qiladi, oziqlantiradi va shu sabab yuzimiz orqaga qarab ketmaydi, navbat oldinga qarab ketadi. Yaltiraydi yuzimiz, sovuqlik ketadi, yuzimiz nafas oladi va himoya qatlamda yurganligimiz uchun hech qanaqa salbiy ta'sirlar bo'lmaydi.